o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida Gurlan tumani hududida noqonuniy qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlar tashkil etilganligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, Gurlan tumanida yashovchi bir guruh fuqarolar 2025-yil iyun oyidan buyon tuman hududida joylashgan savdo shoxobchasida ofis tashkil qilib, tegishli ruxsat beruvchi hujjatlarni rasmiylashtirmasdan Gurlan 404 nomli qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni yo'lga qo'ygan. Tekshiruvlar davomida ushbu shaxslar fuqarolarga birinchi turda 200 ming so'mdan, ikkinchi turda 50 ming so'mdan jami 1700 dona chiptalarni sotib, 425 million so'm miqdorida pul mablag'ini qo'lga kiritgani aniqlandi. O'yinga yutuq sifatida Damas rusumli avtomashina hamda turli xil maishiy texnika vositalari qo'yilgan. Tadbir jarayonida savdo shoxobchasidan 1700 ta tayyor chipta, o'yin ishtirokchilari qayd etilgan 2 ta daftar, chiptalarni muhrlash uchun mo'ljallangan 2 ta muhr, Gurlan 404 nomli ijtimoiy tarmoqlardagi kanal va guruhlarni boshqarishda foydalanilgan 5 ta uyali telefon hamda bitta noutbuk ashyoviy dalil sifatida olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. So'nggi reyd tadbirlari davomida ushbu paktyor rusumli transport vositasi qonuniy to'xtatib tekshirilganda haydovchi tonirovka ruxsatnomalarini 1 yil vaqti o'tib ketganligi sababli, ya'ni old oynalarining ruxsatnomasi yo'qligi tufayli hamda yonida tegishli me'yor hujjatlari bo'lmaganligi sababli ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtinchalik saqlab turish uchun jarima maydoniga qo'yiladi. So'nggi xizmatimiz davomida ushbu transport vositasi to'xtatib tekshirilganda haydovchimiz spirtli ichimlik iste'mol qilib, mast holda transport boshqarganligi aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 131-moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositamiz hozirda jarima maydoniga qo'yiladi. Mo'g'ab tuman maxsus reyd tadbir davomida ushbu moliya mulkini 90 ish metr zarar davlat raqam belgili haydovchisi maxsus tayanchlar o'rnatib transport boshqarganligi aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtotransport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima qo'yildi. Qazaras tumani Pichoqchi qishloq ichki yo'lida ushbu transport vositasining haydovchisi spirtli ichimlik ichib, mast holatda boshqarganligi aniqlanib, belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Ushbu transport vositasini vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi.